Shunday savol kelibdi, javob berib o'taman. Turmushga chiqqanimga 1 yil bo'ldi. Fevralda 1 yil bo'ladi. Va erim Rossiyaga ketgan. Homilador emasman. Erim bilan o'rtamiz yaxshi emas. To'g'rirog'i savolimdan xijolat bo'lyapman. O'g'il bola o'zini ukasini xotinini yaxshi ko'rib qolishi mumkinmi? Achinarli holat, achinarli savol. Ya'ni bunday vaziyatda albatta hirs ehtiyoji kuchli ayolda ham, o'sha qayin ukasida ham. Bunday ayolga qanday tavsiya bergan bo'lardim? Vaqtida oilangizni saqlab qoling. Eringiz bilan munosabatni tiklang. Chunki hozirgi sizdagi ehtiyoj umuman nafs ehtiyoji va bu bilan siz oilangizni bir kunda yo'qotasiz. To'g'rirog'i bunday insonlar, ya'ni axloqsiz, iymonsiz, vijdonsiz inson bilan munosabatni bugun qurib, ertaga shundoqligicha sharmandalarcha uyingizga yo'l olasiz. Oila degan bu ikkita bo'ladi. Erini oilasi va uni o'zi qurgan oila. Erini oilasi demak mustahkam emaski, u yoqda xiyonat bor. U yoqda yolg'on bor. U yoqda jirkanchlik, ongsizlik, ilmsizlik yotibdi. Bunday qayin akani umuman yuziga qaramasligingiz kerak. Tushunyapsizmi? Hattoki unga salom alik qilishingiz umuman kerak emas. Chunki o'z haddini bilmagan, o'z jigarini, ayolini intim hududiga kirishga harakat qilayotgan insonni hayvoniy xulq boshqaryapti.